Dunyoda do'stlik tuyg'usi eng aziz ne'matlardan. Chin do'stingiz bormi? Demak, sizni tashvishingiz ham 50% ga kamayishi aniq. Do'st na millatingizdan, tilingizdan, ko'rinishingizdan qat'iy nazar yaxshi-yomon kuningizda jigaringizdan-da afzal bo'lib yoningizda turib beradi. Bu ham bir ne'mat. Nima deysiz? Haqiqiy do'st biror o'tirishga kelib qolsangiz, darrov o'rnidan turib sizga joy beradi. Mabodo ishingiz tushsa, quvonch bilan hojatingizni ravo qilish yo'lida xuddi o'ziga harakat qilganday yelib yuguradi. Farzandingizni bolam deydi. Aybingizni ko'rsa, birovga aytmay tanholikda o'zingizga nasihat qiladi. Musibatingiz uchun yig'laydi. Shodligingiz uchun quvonadi. Uzringizni qabul qiladi. Xatoingizni kechiradi. Siz o'zingiz shunday do'st bo'la olasizmi? Shu savolni o'zingizga hech berganmisiz? Shu o'rinda do'stning xiyonati ham juda ham og'ir va alamli bo'ladi. Uni qalbdan butkul o'chirib yuborish mushkul. Do'st tomonidan yetkazilgan kichik aziyat ham qalbda juda ham chuqur jarohat qoldiradi. Donishmandlardan biri aytgan ekan: "Dushmanlarim tosh otdi, parvo qilmadim. Do'stlarim otgan guldan boshim yorildi" degan ekan. Parvardigori olam barchamizga chin do'stlik va sadoqat kabi oliy fazilatlar nasib etsin. Sizni shunday do'stingiz bo'lsa agar, mana shu videoni unga yuborib, mehringizni izhor eting.